har kuniga 5 ta 6 ta variant qo'yib, oyda 1-2 marta O'zbekistonga mol chiqarsangiz, Tojikistonga shu daraja katta sпрос, Tojikistonga hozir Rossiyadan dokument o'ta qiyin bo'lyapti. Ikir-chikirlarigacha tez kelyapti. Shuning uchun 21 kun ofitsial karantin yana toza joydan, ya'ni spravkasi bor. Rossiya ichida Merkuriy spravka bor. Qulog'iga birka uriladi, ukollari qilinadi, toza regiondan toza qonli mollar bo'lishi kerak Tojikistonga. Menda shunaqa dokument bor, yo'q emas. Lekin u juda qiyin, to'g'risi. Hozirgi Rossiya bo'yicha 90% sotuvchilar bular perikuplar, ya'ni olib, kelib, yig'ib sotadigan odamlar. Shuning uchun qiyin. Tushundinglarmi? Shuning uchun qiyin. Ular hech qachon bizga dokument berishmaydi. Ular bez dokument sotishadi Rossiya ichiga faqat. Shu narsani обязательно inobatga olib qo'yinglar. O'zbekistonga bir oyda 3 ta, 2 ta, 4 tagacha dokument bor. Nalichida bizda. Hozircha. U ham karantin davri tamom bo'lgandan keyin